Murodxon To'rayev Fyodor Emelianka bilan urushganmidi? Fyodor Emelianka haqida qilingan oxirgi videomiz ostiga ko'plab Murodxon To'rayev Emeliankani uxlatib qo'ygan degan kommentariyalarni ko'rdim, lekin bu noto'g'ri. Ko'pchilik tomoshabinlarimiz 2013-yilda Sochida o'tgan Murodxon To'rayevning mana bu raqibi Yevgeniy Yeroxin bilan Emeliankani adashtirayotgan bo'lishlari tabiiy, ular ko'rinish jihatdan o'xshab ketadi, lekin boshqa jangchilar. Yeroxin Putinning aqranasimi yo'qmi bilmadim, lekin Rossiyaning ichki ishlar bo'limida ishlashi haqida ma'lumotim bor. Murodxon To'rayev esa o'zining ilk professional g'alabasini chiroyli tarzda amalga oshirgan bu jangda. Va eng qizig'i, Emelianka ham xuddi mana shu arenada edi. Osiyo oyig'i 13 ta jang o'tkazdi, faoliyat davomida 10 tasida g'alabaga erishgan. To'g'risini aytishim kerak, Xon To'rayevning oyoq zarbalari og'ir vaznli jangchiga umuman tegishli emas edi. Xon To'rayev mana shu skili bilan ajralib turadi. Ba'zi jangchilar bor, janglari bilan esda qolishadi. Ba'zilar esa vafotidan keyin ham insonlarning qalbida qoladi. U oxirida O'zbekiston MMA assotsiatsiyasining rahbari bo'ldi va ko'plab insonlarga yaxshilik qildi va xalqimizning qalbidan muhim o'rin egalladi. Haligacha uni eslaymiz, sog'inamiz. Siz Xon To'rayev haqida, Osiyo oyig'i haqida nimani bilardingiz? Kommentariyaga yozib qoldiring va qiziqarli kontentlar uchun obuna bo'lishni unutmang.